Bugun mana 30-sentyabr. 29dan 30-sentyabrga o'tar kechasi -2 gradus bo'lgan Kazan shahrida. Krannik muzlagan. Mana muz. Endi biz haligi yoshligimizdagi mana qilib o'ynardik yoshligimizda xursand bo'lib. Esinglarda bo'lsa mana muz. Piyolar ham muzlagan, pidiklar ham muzlagan, hamma yoq muzlagan. Alaykum assalom. Mana o'g'lim muzlab qolibdi, hamma yoq sovuqda. Shundoq qilib mana qishga ham kirib kelmoqdamiz. Aziz do'stlar, azizlar, o'zinglar ko'rib turgandek mana hamma yoq muzlaganski. Endi ona daraxtni barglari ham sarg'ayib to'kilib ketadi. Mana hamma daraxtlar zangor edi. Bugungi sovuqdan keyin hamma yoq to'kiladi.